Mamad Ali, nima deysiz? O'zgarish shundan ko'vermada 10 litrda o'dayinga sepuvdik. O'zgarish sezildimi, sezilmadi? O'zgarishlar yaxshi sezildi. Ancha katta o'zgarish. O'zgarish bor. Xudo O'zgarish bor. Endi bu reklama basi endi o'z isboti bilan bo'lsa, isboti bilan boshqa. Diagnoz 30 yildan beri shug'ullanamiz. Rahmatli dadam ham boshlaganlar. Buni endi biz hozir Ukrainadan оборудование olib kelganmiz. Оборудование olib kelib, shu narsani nano texnologiya bo'yicha parchalab ham mineral o'g'it, aminokislotalar, gibberellin, mikroelementlar hammasi qo'shgan holda biz konsentratli bir organomineral o'g'itni yaratganmiz. Mana kichikroq asrorcha bo'ylab holatda chisnov. Buni endi qay darajadaligini natijasini 4-5 kundan keyin yana suyum qilamiz. Mana tovarni vid zo'r, oq tomirlar rivojlangan. Demak, buni makro mikroelementlar o'ziga yarasha gumus ham ta'sirini bergan, to'g'rimi? Bir marta sachishimiz. Bir marta sachishimiz. Bu yana 2 marta, 3 marta 3-uchastkamiz. Bu arpaga sepilganida, yani xuddi shunaqa qilib o'sha 2 gitarga sepilib, 1 gitarga aytib tiza bo'yi. Tiza bo'yi o'zini o'zgarishi ham qay darajadaligini o'zlaringiz baho berishingiz mumkin. Bu arpaga bergan 3-uchastkamizga. Assalomu alaykum, hurmatli Farg'ona Biogomuz Ekogomuz. Hurmatli YouTube kuzatuvchilari, 25-fevral 26-yil. Hozir o'dayinga o'g'itimizni olib keldik. Hozir g'allaga, chisnokka, roshga beramiz. Hozir to'ldiryapmiz. Har bittasiga 5 litrdan shu nanakano mahsulotimizni olib keldik. Sinaymiz. Bugunning hisobini olib, xudo hozir 4-5 kundan keyin qo'shimchani videoni olishni boshlaymiz. Mana shu jigarrang rangda bo'lyapti. Hozir to'ldirilyapti. Nanakaymi shu 3 xil narsaga chisnok, g'alla, karami ham bor. Xudo xolasa bir sinab ko'ramiz. Unda endi to'ldiryapmiz hozir. Joydamdamiz hozir Farg'ona viloyat, Farg'ona shahar joydamdamiz. 2 gektar joyga qilinyapti. Sepilyapti hozir. Unda endi 600 litrga 10 litr qo'shdik. 300 litrlikka 5 litrdan hozir g'allaga beryapmiz. Yarmiga beriladi. Yarmi qoladi eksperiment uchun. Joydamdamiz, Farg'ona shahar joydamdamiz. Shu Mamad Ali ukamiz, fermer ukamizni yer maydonlardamiz. Xudo xolasa o'zining effektini berganini 3-4 kundan keyin bir qator yana ko'ramiz. Mana hurmatli dehqon fermerlar, shu holat mana g'allani razmeri misol bir qarichdan pastroq. Mana holatini bir qator o'zlaringiz ko'rishlaringiz mumkin. Mana 4 kundan keyin buni qay darajada farqi bor yo'qligini bir qator yana bir aniqlaymiz. Mana 2 gektarlik joyga sepib bo'linyapti. Qiytiq joyda mana stalba turibdi. Stalbadan mana 10 tomonda sepilmaydi. Bu asosiy joyga sepib bo'linyapti. Bunga hozir 10 litr ketgan, jamiki hozir qancha остатка borligini bir qator yana tekshirib olamiz. Xudo xolasa traktorimiz tugatyapti ishlar. Hozir endi ikkinchi uchastka arpaga sepilyapti. Bu endi sepilyapti. Aytganimdek 600 litrga 10 litr qo'shyapmiz. Udarna doza. Organa mineral o'g'it, nanoekaver. Xudo xolasa shu 5 kundan keyin xudo xolasa 2-martlarda yana bir qator videoni olsak, bir qator yana ko'rsatib chiqamiz. Mana aerozol holatda endi sepyapti. Hurmatli guruh a'zolari, hozir 2 gektar yer maydon chisnogi bor edi. Mamad Ali ukamizni Farg'ona joydan Farg'ona fermer xo'jaligida mana chisnogida holati shu. Mana kichikroq asrorcha bo'ylab holatda chisnog. Buni endi qay darajadaligini natijasini 4-5 kundan keyin yana suyum qilamiz mana. Ko'rib turganimiz tereyni pastrog'igacha hali 5-10 qator qoldirib 2 gektar yer maydon bundan sepilsa 1,5 gektariga sepiladi, 50 sotiga qoladi. Sinash uchun. Xudo xolasa natijasini 5 kundan keyin xudo xolasa 2-3-mart kuni qo'shimcha videoni olib taqqoslamani qilamiz xudo xolasa. Bugun xudo xolasa 8-mart 26-yil. Bugun
Mamadali ukamizni, fermer ukamizni yer maydonidamiz. Mana bu uchastka qilib 12 kun avval 24-fevral kuni Sochganmiz. Nanaykaver mahsulotimizni 10 litr 2 gektarga sotib 1 gektarga qolgan sostav balandlik tomonidan. Shu bir qator buni o'zgarish bor yo'qligini bir qator isbot tariqasida keldik. Bugun Mamadali ukamiz Faravon joydan fermer xo'jaliklari rahbarlari va Davron aka Qadrdon akamiz biologiya nomzod doktori va professor akamiz o'tgan yili ham Rosnosligida vakili bo'lib bizni biogumimizni Beshariqqa topshirishga ancha nimamizni namunalarimizni oldi. Bu narsani bir boshchiligida ishlaganmiz. Xudo hozir ham ilmiy tomondan, ham praktik tomondan bugun kelganmiz. Bu g'allamizga ta'sir nanaykaverim bormi yo'qmi? Bir qator fikrini bir olsak. Mamadali nima deysiz? O'zgarish nanaykaverimni 10 litrda o'dinga sepdik. O'zgarish sezildimi, sezilmadi? O'zgarishlar yaxshi sezildi. Bundan oldingi sotishimizda oldingi syomkalarimiz bor. Shu bilan taqqoslasak, ancha katta o'zgarish. O'zgarish bor. 12 kunda, Xudo O'zgarish xohlasa. bor. Endi bu reklama basi o'z isboti bilan bo'lsa, Isboti bilan boshqa. endi mana ikkinchisini yana sotsa, 3 marta Inshaalloh. sotishimiz kerak. Xudo xohlasa. O'zingizni tavsiyalingiz shu Yana- doza yetarlimi yoki bu dozani Dozani oshirganimiz yana yaxshi? qo'shsa yaxshi bo'larmikin degan umiddamiz, niyatdamiz. Hozir ilmiy tomondan Sababi bu tabiiy narsa, zarari bo'lmasa kerak. to'g'ri, bu organik mineral o'g'it bo'lganligi Narxi uchun ham narxi ham arzon. yaxshi Misol hozir 1 gektarga biz sepayotgan dozamiz bo'yicha 150 mingga to'g'ri kelyapti. Bu degani yo'q deganda 450 mingga 3 marta sepsak 450 bo'lyapti. Endi hozir buni udarniy dozasini endi nimaga 10 litrga 150 grammga hisoblanyapti-da. Bu bizni tavsiyamiz o'zi aslida 300 gramm 400 grammgacha, yarim litrgacha tavsiya qilamiz-da boshqa. Keyin domla bu o'simlik katta bo'lgan sari o'zi avtomatik qo'shish kerak dozani. Bir xil dozada berilmaydi. Yoshligida Nimasiga qarab? kamroq miqdor, Ha, maydaroq, kichikroq dozalarda rivojlanib borgan sayin uni dozasini o'zi oshirib avtomatik. boriladi. Ha, ha. Oshirib boriladi. Demak, hozir boshida buni 5 litr 1 gektarga berilsa, domla keyingi partiya misol deylik 7,5 litr bo'lsa, 7,5 bo'lsa. uchinchisi o'sha 10 litr gektarga mayda qo'llasa boshidami bo'ladi. o'sha 10 litrda qo'shsak, o'sha doza berib baribir shunga borib qolar ekan. Samarasi yana ham yuqori. Ham misol 1 gektarga haligi iqtisodiy tomondan 900 ming 1 millionga borar ekan. Endi bu xulosani o'zi fermerlar o'zi beraveradi domla. Endi siz ilmiy tomondan buni bir nimasini berib olsangiz, aka o'zingiz fikrlaringizni bersangiz, siz bilan necha yillik qadrdonmiz. Endi biz asosiy biogumimiz 30 yildan beri shug'ullanamiz. Rahmatli dadam ham boshlaganlar. Buni endi biz hozir Ukrainadan оборудование olib kelganmiz. Оборудование olib kelib, shu narsani nano texnologiya bo'yicha parchalab ham mineral o'g'it, aminokislotalar, gibberellin, mikroelementlar hammasi qo'shgan holda biz konsentratli bir organik-mineral o'g'itni yaratganmiz. Shuni bir foydasi bor yo'qligini bir qator ilmiy tomondan bir bizga tushunchani bersangiz, chunki buni bizni kuzatadiganlar ham dehqonlar bor, ham ilmiy xodimlari bor. Misol qatlamli nimalarimiz bor-da endi kuzatuvchilarimiz. Shuni bir qator izohlamani bersangiz. Biz 2024-2025-yilda aynan Bahorjon Soljonov bilan birgalashib Biogumusni Beshariq tumanidagi barcha fermer xo'jaliklari yerlariga solingan bu davlat qarori, davlat dasturi asosida bajarilganida unda mikroelementlar bilan boyitilmagan holatda, sof holatda biogumus solingan. Mana endi fermerlarda o'zlarining talablari bilan hamda olimlarning takliflariga binoan o'g'itni suspenziya holatda tayyorlash, tarkibiga mikroelementlarni ham boyitish masalalarini biz aytgan edik. Buni inobatga olgan holatda Ekogumus tashkiloti rahbari talablarida, takliflarida inobatga olib, Nano Ekoverim degan o'g'it ishlab chiqdi. Bu o'g'it sof biogumus chuvalchangida o'sha ishlab chiqqan, qayta ishlagan biogumusi organik o'g'it hisoblanadi. Qo'shimchasiga plus yana mikroelementlar temir, marganez, molibden, bor kabi elementlar bilan boyitilgan holatdagi bu o'g'it juda ham foydali bo'lgan o'g'it. Sababi shu paytgacha dehqonchilikda asosan azot, fosfor, kaliyli o'g'itlarga e'tibor bo'layotgandi. Uchala elementni makroelement deyiladi, solinyapti xolos. Mikroelementlarga ahamiyat yo'q edi. Mana ishlab chiqaruvchiga rahmat. Dehqonlarning talabini inobatga olib shunday qo'shaloq ham organik, ham mineral o'g'itlar birlashgan o'g'itini ishlab chiqdi. Kompleksi. Bu kompleks o'g'it deyiladi endi buni. Buni yaxshi tomoni organik o'g'it qismi tuproqning unumdorligini oshiradi. Tuproqdagi mikroorganizmlar faoliyatini
yaxshilaydi, faollashtiradi, tuproqdagi chuvalchanglarning miqdorini yaxshilaydi. U o'z-o'zidan tuproqda yaxshi bo'lgandan keyin u yerda o'sadigan har qanday o'simlikka faqat ijobiy ta'sir ko'rsatadi xolos. Tuproqda gumusning miqdorini ham ko'paytiradi. Gumusning tarkibida, biogumus tarkibida 50 dan oshiq taxminan 55-60 ga yaqin o'zi element bor. Qo'shimchasiga bu yana hali sanab o'tdik, yana 5 ta 6 ta mikroelement bilan boyitilgan. Bu mikroelementlar o'simlikni immunitetini yaxshilaydi. Qishda qattiq sovuqdan himoya qiladi, yozda qattiq jazirama issiqdan himoya qiladi, kasalliklardan himoya qiladi, kasalliklarga chidamliligini oshiradi. Qo'shimchasiga yana o'simliklarni oziqaga bo'lgan talabini oshirib yuboradi. Ya'ni elementlarni yaxshi qabul qila boshlaydi, barcha elementlarni yaxshi o'zlashtirib boshlaydi. Aslida o'simliklar solinadigan mineral o'g'itlarni faqat 30% ni olinadi xolos. Ilmiy tadqiqotlarda bu isbotlangan. 30%. Endi mana bunday mikroelementlarni boyitilgandan so'ng o'simliklar nafaqat 30% ni undan yuqori ko'rsatkichlarni demak o'zida bemalol mujassam eta oladi, foydalana oladi. Bu bilan o'simlik hosildorligi oshadi, yaxshi rivojlanadi, o'sib rivojlanish ham boshoqlari, dolli ekinlar bo'lsa yirik bo'ladi, tarkibi oziqa elementlaridan boyiydi. Kraxmalga boyiydi, oqsilga boyiydi, yog'i ko'payadi, vitaminlarga boyinadi. Tolali ekinlar bo'lsa, demak tolasi pishiq bo'ladi, cho'ziluvchan bo'ladi, uzilib ketmaydi. Shuning uchun ham mikroelementli o'g'itlarga bo'lgan talabni qondirishda bu o'g'it juda ham eng foydali, eng samarali bo'lgan o'g'it deb hisoblayman. Hozir 3-chi uchastkamiz. Bu arpaga sepilganida, ya'ni xuddi shunaqa qilib o'sha 2 gektarga sepilib, 1 gektarga nari tomonga sepilmaganida, yam-yashil yo'q deganda misol yarim metrgacha boryapti. Tiza bo'yi. Tiza bo'yi o'zini o'zgarishi ham qay darajadaligini o'zlaringiz baho berishingiz mumkin. Bu arpaga bergan 3-chi uchastkamizga xudo xolasa effektini o'ziga yarasha berdi. Nima 1 gektarga 900 minglik rasxod bo'lsa, 1 yilda bemalol butun mineral mikroelementlarga to'yintirilar ekanda. Udarniy dozada 3 marta sepiladi. Maksimal 900 ming. Hosildorligi ham zo'r bo'lar ekan, ham shu qatorda o'zimizning yerimizni ham unumdorligini oshirib olamiz. Yam-yashil bo'lgan. 12 ga sepilgan, sepilishdan oldin 10-15 sm, hozir yarim metrgacha. Effekt вообще dahshat bomba. Iskadamiz chesnok. Bu chesnogimiz necha gektarida? Chesnogimiz 180. 180. Bunga ham biz dozasini jicha oshiribsiz. O'sha bug'doyda aytganimizdek, siz o'zingiz bizga indamasa, o'zingiz dozani oshiribsiz. Hammasi siz buni oldingi videolarda ham bir qator qisqacha qo'yamiz o'zgarishini. Bir 10 sm qancha farqi bor edi, lekin bu chesnog nimani chesnokni ham olib bersangiz ko'ramiz. Yulinganini yulavering, tashlab. Yo'q, yulinganini olaveraylik. Hammada yulavering. Yo'q. Mana tayyor turibdi. Chaqirmay qo'ymang. Yana nima qilib. Mana o'zgarishini ko'raylik-da. Mana tovarni vid zo'r, oq tomirlar rivojlangan. Demak, buni makro mikroelementlar o'ziga yarasha gumus ham ta'sirini bergan, to'g'rimi? Bir marta sachishimiz. Bir marta sachishimiz. Bu yana 2 marta, 3 marta sachilsa, effekti qay darajada? Hozir 1 gektarda domla biz hisoblab chiqdik. Udarniy doza yaxshi bo'lsa 1 million atrof 901 millionga to'g'ri kelyapti. Har bir o'simliklarga. Demak, 3 marta sachishi. 3 marta chachishi, bo'ldi, siklda misol. O'zi aslida 4 martagacha deyiladi-yu, lekin 3 marta berilsa, har 10-15 kunda oralatib. Menimcha effekti zo'r bo'lsa kerak. Effekt zo'r bo'lgan. Hozir ham o'zi dahshat. 12 kunlik natija, mana 12 kunda ichida natija 10 sm bo'lgan ekan, hozir o'zi 35-40 ga borib qoldi. bo'lgan taqdirda mana o'zi qalinligini ham ko'ring. Zo'r bo'lgan. O'zi dehqon aka ham xursandchilikda yurib berdi. Bizga ham hali